Kalomi sharifda dedi Xudoyim, ota onang shunda rizoyim, ota onang rizo shunda rizoyim. Hayotda hamisha Rasuli akram, ota onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida, jannat seni onangni oyog'i ostida. Oxir bu so'zni tagiga yetarsan, avvalo onangni rozi etarsan. Hech qachon o'xshamas ular do'stingga, hech qachon tiqishmas somon po'stinga deyapti. Qancha do'stlarimiz bor edi, bir ko'z oldimizga keltiraylik hayotda. Lavozimda yurganimizda pullarimiz ko'p paytda qancha do'stlar bor edi. Qani endi u do'stlar? Haqiqiy do'st bu ota-ona. Boshingizga davlat kelsa haqiqiy suyunadigan, haqiqiy boshingizga g'am kelsa g'am chekadigan do'st bu ota-ona. Ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am deydilar. Hech kim hech narsa qila olmaydi. Qasam bilan aytaman, hech kim sizga hech narsa qila olmaydi. Chunki ota-onang yo'ling yoritguvchi sham, qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am. Seni Xudoga topshirib qo'ygan otang bor, onang bor. Nima qilasan g'am chekib? Kimdan qo'rqasan? Kimdan cho'chiysan? O'zingga to'g'ri bo'l, o'zingga halol bo'l. Birovni haqqini yema, pora olma, birovga zarar yetkazma, o'ldirma, birovni so'kma, birovga tan jarohati yetkazma. Bo'ldi, nima qilasan? Nimadan? Kimdan qo'rqasan? Kim seni nima qila oladi? Hech narsa qila olmaydi, chunki seni ota-onang bor, Xudoga topshirib qo'ygan. Mana shu telefoningizni kontaktida otangizni nima deb yozgansiz kontaktga? Qani aytinglarchi, nima deb yozgansizlar? Dadam deganmisizlar? Onanglar yozganmisizlar? Voy, uxlayapsizlarmi? Kimga gapiryapman? Yozgansizlar? Dadam degan bormi? Onam degan bormi? Hozir telefon qilsangiz o'sha kontaktga ko'taradi. O'sha kontaktdan telefon bo'lsa ko'tarasiz. Chunki bor. Bir kun boshimizga shundoq kun keladi, o'sha kontaktni umrimizning oxirgi nafasigacha kutamiz. Dadam degan kontaktdan telefon bo'lmaydi, onam degan kontaktdan telefon kelmaydi. Erta-yu kech qayta qiling, agar o'sha kontaktga telefoningiz tushsa. Tushmaydi. Shundoq ekan, bularni qadrini bugun biling. Hayotda cho'ntagingizda pul turmaydi. Hayotda yaxshi uy qura olmaysiz, hayotda yaxshi mashina mina olmaysiz. Javob beraman sizlarga. O'rtog'inglar to'y qilsa 100 so'm to'yona bera olmaysiz. Hech kim oldida qadringiz bo'lmaydi. Hech kimning oldida qadringiz bo'lmaydi. Javob mana shu gapga. Bu Allohning va'dasi, birodarlar. Mana shu 3 ta insonni biri bo'lib turib kelajakdan umid qilmang. Faqat xorlik kutyapti. O'limizga tashna qiladi. O'limizga rozi qiladi bu farzandlar ertaga. Shuning uchun tavba qilingda, bugun otangizni xafa qilgan bo'lsangiz, kecha dovushingizni otangizdan balandroq dovushda gapirgan bo'lsangiz, gapirganda og'ziga urgan bo'lsangiz, tavba qiling bugun. Sizga imkoniyat. Masjidga kelib qolishadi, yordam muxlislarda. Hali kuni bir yigitcha kelib qo'limni o'pyapti. Oldida dadasi turibdi. Bolam dedim, men bu qo'lim bilan senga bir burda non bermaganman, bir so'm pul bermaganman. Og'zingga bir luqma solmaganman. Seni yedirgan, ichirgan, kiydirgan qo'l mana bu qo'l bo'ladi. Bu qo'lni o'pkin deyapman. Meni qo'limni o'pma, mana dadangni qo'lini o'pkin. Sen hayotda bir obro' izzatga ega bo'lmoqchimisan? Qadrli inson bo'lmoqchimisan? Oshna og'ayningni oldida bir gaping gap, so'zing so'z bo'ladigan inson bo'lmoqchimisan? Boyvachcha bo'lmoqchimisan? Sog'lom bo'lmoqchimisan? Baxtli bo'lmoqchimisan? Otangni, onangni qo'lini o'pib duosini ol.